Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 11-iyun sanasida xudo xolasa fantaziya shoftorlarni ko'rib bir baho berildi. Kalibri 80 dan 55 gacha. Eng kichkinasi 55, eng kattasi xudo xolasa 80. Meva olganini ko'rib bir baho beriladi daraxt. Daraxt yosh 11 yosh, eng katta, eng zo'r bog', ona bog' bo'ladi bu. 11 yil oldin qilingan bog'. Mevalarga bir ko'rib baho berildi. Daraxtda xudo xolasa 11 yoshda 200 kilogacha meva bor. Mevasini ko'tarilmagani sabab shoxlari ham sinib ketgan. Holatini o'zidan bir ko'rib baho berasizlar. Buni ko'rsatishimizdan maqsad bunday ishonchli ko'rsatmalar bor. Bizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlar profilda ular daraxt ko'rsatgan ketdi. Ko'taring deydi. Mevani qarang, mashalloh, ko'z tegmasin. Kalibr zo'r, xudo xolasa bozorda eng oldi shoftorlardan biri. Sog'liqlar bizni kuzatishda davom etinglar, o'z fikrlaringizni qoldiringlar.